oyda bir marta, yilda bir marta, qanchadir vaqtda bir marta masturbatsiya qilib turish bu zarar emas. Bemorga testosteron miqdori balandligini, bemorda doimiy jinsiy aloqaga xohishi borligi sababli har 3 kunda bir marta masturbatsiya qilib turishini aytgan. Masturbatsiya aslida zararmi yoki foyda? Masturbatsiya ham xuddi shunday. Qaram bo'lib qolgandan keyin buni kimdir bilib qolishi, ayolimi, do'stimi, kimdir bilib qolishi bu odam uchun tabiiy holatga aylanib qoladi va bu masturbatsiyaga qaramlilikni eng og'ir darajasi hisoblanadi. Masturbatsiyaga o'rgangan bemorlarda odatda tez bo'shanish kuzatiladi. Bu ham ilmiy fakt. Shu bir do'stimiz bo'lardi, hazillashib aytardi. Xudo bizga yo sabr bersin, yo xotin bersin deb. Har qanday holatda o'zingizni nima bilandir chalg'itishni o'rganing. Ya'ni har doim boshqa birorta narsa bilan band bo'lgan inson masturbatsiyaga qaram bo'lib qolishdan o'zini ushlab tura oladi. Menimcha insoniyatning eng tuban, eng tugash davri shu bo'ladi. Meni oldimga ayolim bilan aloqa qila olmay qoldim deb keladi. Meni oldimga turmay qoldi deb keladi. Shuning uchun meni oldimga kelmasligingiz uchun bugundan masturbatsiyani tashlang. Ushbu videoda masturbatsiyaning zararlari haqida tushuntirib o'tamiz. Video albatta sizga foydali va manfaatli bo'ladi. Ushbu video silkasini faqat o'g'il bolalar ko'radigan erkaklar gruppasiga tashlang. Chunki bu video kimnidir ustidan kulish yoki bo'lmasa kimnidir tahqirlash emas, balki hamma uchun foydali bo'lgan video hisoblanadi. Va videoda shunchaki kimnidir fikri haqida emas, balki ilmiy isbotlar haqida ham biroz gapirib o'tamiz. Videoga like bosamiz, bizni kuzatishda davom eting. Biz sizga foydali bo'lgan eng yaxshi ma'lumotlar bilan ulashib boramiz. Va videoni ko'rishda davom eting. Yaqinda qabulimga bir bemor keldi. Bemor hali uylanmagan va bemor so'zidan boshqa bir doktorga borganda, u doktor bemorga testosteron miqdori balandligini, bemorda doimiy jinsiy aloqaga xohishi borligi sababli har 3 kunda bir marta masturbatsiya qilib turishini aytgan. Ya'ni har 3 kunda bir o'zini o'zi qoniqtirib turish kerak ekan. Va bu narsani norma deb tushuntirgan. Bu narsa to'g'risi menga juda ham g'alati tuyuldi, ayniqsa doktor tomonidan, qolaversa musulmon inson tomonidan boshqa bir musulmon odamga bu narsani qilishni maslahat berish va doktor sifatida bo'lsa bemorni o'zi jar yoqasiga olib borib qo'yish bilan teng. Keyin internetda titkilay boshladim. Haqiqatda ba'zi bir doktorlar internet tarmoqlarida ham masturbatsiya qilib turish zarar emas. O'sha oyda bir marta, yilda bir marta, qanchadir vaqtda bir marta masturbatsiya qilib turish bu zarar emas. Naborot organizmni tozalab turadi degan o'sha kontentlar qilishgan ekan. Keyin savol bo'ldi. Haqiqatda qanchalik zarar va qanchalik zarar emas. Bu narsa haqida o'zimizda doktorlar kiradigan saytlar bor. PubMed juda ham yaxshi ko'rgan saytim. PubMedga kirdimda bir necha исследование, ya'ni bir necha bemorlarda, bir necha minglab bemorlarda o'tkazilgan tekshiruv natijalarini aynan masturbatsiya zararmi yoki yo'qmi degan savolni zararligini isbotlovchi tekshiruvlarni ko'rdim. Va ushbu videoni olishga qaror qildim. Masturbatsiyaga avvalo doktor sifatida, qolaversa masturbatsiyaga bir musulmon inson sifatida ozroq baho berib o'tishga harakat qilaman. Masturbatsiya nima? Masturbatsiya bu inson o'zi shahvatini sun'iy ravishda qo'zg'ash va o'zini o'zi qoniqtirish. Erkaklarda o'zini o'zi qoniqtirib eyakulyatsiya, ya'ni sperma chiqarish masturbatsiya deyiladi. Masturbatsiya ayollarda ham, erkaklarda ham kuzatiladi. Bu qanchalik uyatli yoki qanchalik sir bo'lmasin, baribir bilamiz, ayollarda ham masturbatsiya qilish uchrab turadi. Lekin biz hozir faqat erkaklar haqida gaplashamiz, sababi men urolog, androlog sifatida har bitta gapirgan gapimga javob berishim uchun aynan erkaklar haqida ma'lumotlar berib o'taman. Va ba'zi bir joylarda din tomonidan nima deyilganini ham qo'ldan kelgancha aytaman. Hatto men din ulamosi emasman. Shunchaki bir musulmon inson sifatida bilimlarimni siz bilan bo'lishishga harakat qilaman. Demak, ketdik. Masturbatsiya aslida zararmi yoki foyda? Masturbatsiya bilan shug'ullanuvchi o'sha bemorlarimdan so'rovnoma o'tkazganimda juda ham ko'pchiligi masturbatsiya qilish uchun albatta porno kinolar ko'rishligini aytib o'tgan. Ya'ni masturbatsiya qilish uchun oldin porno kino ko'radi,
bunga xohish bo'ladi va masturbatsiya qilishni boshlaydi. Endi porno ko'rishning nima zarari bor deydigan bo'lsa, porno ko'rishda insonga ham fiziologik, ham psixologik zararlari bor. Fiziologik zararlar birinchi o'rinda porno bu har doim juda ham oddiy olish mumkin bo'lgan dopamin, lегкий dopamin. Ma'lumot uchun aytaman. Bu pornoga o'rganib qolish oqibatida inson juda ham yengil dopamin olishni boshlaydi va odatda porno ko'rishga o'rganib qolgan bemorlarda hattoki shunday bemorlar bo'lgan, o'zini ayoliga nisbatan ham xohish yo'q. Ular faqatgina xohishni uyg'otish uchun o'sha yengil dopamindan oldin porno ko'rib, yengil dopaminni qo'zg'atib oladi va undan u yog'iga o'sha ayoli bilan jinsiy aloqa qiladi. Yoki bo'lmasa, faqatgina porno ko'rganda o'sha jinsiy a'zo turadi, qolgan paytda umuman jinsiy a'zo turmay qolgan holatlar ham bo'ladi. Bu fiziologik. Endi psixologik. Masturbatsiyaga o'rganib qolgan bemorlarda har doim kuzatiladigan narsalar. Birinchisi, bu masturbatsiyaga qaramlilik. Ya'ni bemor birinchi imkoniyat bo'lganda, ya'ni uyda o'zi yolg'iz qolganda yoki bo'lmasa shunaqa bir qanaqadir shanslar bo'lganda yoki vannaga kirganda masturbatsiya qilishni boshlaydi. Ya'ni birinchi shansda masturbatsiyaga o'zini uryaptimi, bu masturbatsiyaga qaramlilik. Aytgancha shu yerda bir narsani aytib o'tish kerak. Masturbatsiya qilish bilan masturbatsiyaga qaramlilikda bitta farqi bor. Masturbatsiya qilish bu majbur bo'lgan holatlarda yoki bo'lmasa o'sha sahot uyg'ongan holatlarda masturbatsiya qilish. Masturbatsiyaga qaramlilik bo'lsa, masturbatsiyaga qaram bo'lgan bemorlar hatto shundaylar uchragan, ularni masturbatsiya qilishini kimdir bilib qolishi ham bu ular uchun adekvat norma holat. Bu xuddi qo'polroq aytganda o'sha spirtnoy ichimlikka qaram bo'lib qolgan insonlarga o'xshaydi. Avvaliga spirtnoy ichimlik ichganini hammadan yoshiradi. Ayolidan, bolalaridan, kimdan, do'stidan va hokazo hokazo. Asta-sekin bu narsaga qaram bo'lib qolgandan keyin spirtnoy ichimlik ichgani yo'q va buni ichib olganini kimdir bilishi yo'q. O'sha ichib olib ko'chalarda araqlarni dumalab yotishi yo'q, u odam uchun norma bo'lib qoladi. Ya'ni bundan o'zida hech qanday uyat, bundan o'zida hech qanday bir kamchilik sezmaydi. Masturbatsiya ham xuddi shunday. Qaram bo'lib qolgandan keyin buni kimdir bilib qolishi, ayolimi, do'stimi, kimdir bilib qolishi bu odam uchun tabiiy holatga aylanib qoladi va bu masturbatsiyaga qaramlilikni eng og'ir darajasi hisoblanadi. Masturbatsiyaga qaramlilikni eng yengil darajasi bo'lsa, bu bemorlar o'sha birinchi shans bo'lgan, ya'ni vannaga kirganda yoki bo'lmasa xonada o'zi yolg'iz qolganda qo'liga telefonni oladi va masturbatsiya qilishni boshlaydi. Bu o'sha masturbatsiya qaramlilikning eng yengil darajasi hisoblanadi. Xo'p, endi masturbatsiyaga qaramlilikdan keyin albatta bemorlarda kuzatiladigan narsa o'z-o'ziga bo'lgan ishonchni tushib ketishi. Chunki ularda shunday narsa bo'ladi. Yana masturbatsiya qildim, yana bo'shandim. Yana o'zimni o'zi qoniqtirdim. Bo'ldi, keyin safar aniq bu ishni qilmayman degan o'ziga o'zi va'da beradi. Va bu narsa o'sha kunda o'zida yoki bo'lmasa ertasiga yana qayta amalga oshadi. Shundan keyin bemorda tushkunlik paydo bo'ladi. To masturbatsiya qilib bo'shanib olmagunicha. Masturbatsiya qilib bo'shanib olgandan keyin tushkunlik paydo bo'ldi. Yana qildim, men o'zimni iroda qila olmayapman degan turli o'y-xayollar bilan o'ziga bo'lgan ishonch, o'ziga bo'lgan hali samootsenka, o'ziga bo'lgan motivatsiyasi kamayib boradi. Bu narsa o'zidan depressiyaga olib kelishi mumkin. Bu depressiya yengildan to og'ir holatlargacha bo'lishi mumkin. Shaxsan o'zim praktikamda ham xuddi shunday bemorlar bo'lgan. Shaxsan bugunda o'zida shunday bir bemor keldi. Masturbatsiyaga o'rganib qolganman, uylanmadim hali, yaqinda uylanmoqchiman, lekin ichimda qo'rquv bor. Chunki men faqat masturbatsiya qilib bo'shanganman. Ayolimga o'sha jinsiy a'zoyim turadimi, turmaydimi yoki bo'lmasa ayolim bilan jinsiy aloqa qila olamanmi, yo'qmi degan kuchli qo'rquv bilan oldimga keldi. Masturbatsiya hozir aytganimizdek yengil dopamin oqibatida bu narsaga o'rganib qolish qaramlilik. Xo'p, qaramlilik bo'lgandan keyin bu narsa albatta o'ziga bo'lgan ishonchni tushib ketishi, buni oqibatida depressiya holatlariga olib keladi. Bundan tashqari turli xil kasalliklarga ham olib keladi. Masalan, masturbatsiya qilish oqibatida masalan qaysidir bir bemor deymiz. Masturbatsiyani har doim vannaga kirib qiladi va shampundan foydalanadi. Ya'ni smaska o'rnida shampundan foydalanadi. Shampunda turli allergen vositalar bo'ladigan bo'lsa, bular uretraga kirishi va keyinchalik uretrit va boshqa kasalliklarni keltirib chiqarishi ham mumkin bo'ladi. Oddiy masturbatsiyaning oqibatida.
Masturbatsiyaga o'rgangan bemorlarda odatda tez bo'shanish kuzatiladi. Bu ham ilmiy fakt. Xo'p, qolaversa, masturbatsiyaga o'rgangan bemorlarda real jinsiy aloqaga bo'lgan xohish tushib ketishi kuzatiladi. Va masturbatsiyaga doimiy o'rganib qolish natijasida bo'lsa, oxiri bu sotsial izolyatsiya deymiz, ya'ni atrof muhitdan o'zini o'zi izolyatsiya qilishgacha olib keladi. Bu nima uchun? Birinchi o'rinda o'zi uchun udobni joy, udobni holat qidirib topish. Qolaversa, biz aytgan o'sha depressiyadan keyingi holatda ham sotsial izolyatsiyaga olib keladi. Xo'p, diniy tomondan nima? Yana qaytarib aytaman, men din ulamosi emasman. Din ulamosi Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufda, qolaversa bir qancha o'sha hammamiz hurmat qiladigan O'zbekistonda muftiylari yoki bo'lmasa O'zbekistonda shu din ulamolari tomonidan ham masturbatsiya qilish haromligi, masturbatsiya qilish zararlari haqida aytilgan video lavhalar bor. Buni shunchaki YouTube ga yozib, istaganingizcha o'sha aytib o'tganimdek ishonchli manbalardan ko'rib bilishingiz mumkin. Lekin masturbatsiyaga o'rganish oqibatida o'sha diniy tomondan birinchi o'rinda nafsga yengilish, ikkinchi o'rinda sabrni yo'qolishi va uchinchi o'rinda bo'lsa jinsiy tarbiyani buzilishi. Boya aytganim, hattoki kimnidir bilib qolishidan ham uyatmaslik yuzaga keladi. Masturbatsiya haqida shuncha gapiryapmiz. Xo'p, uylanmaganlar nima qilsin? Yoshligimizda shu bir do'stimiz bo'lardi, hazillashib aytardi. Xudo bizga yo sabr bersin, yo xotin bersin deb. Bu holatda bu hazil omuz o'sha yoshligimdagi do'stimning gapini sizlarga ham aytaman. Yo sabr yoki xotin. Agar uylanishga imkoniyatingiz bo'lsa, uylaning, masturbatsiyadan qutuling. Agar uylanishga imkoniyatingiz bo'lmasa, sabr. Sabr qanday bo'ladi? Bu diniy tomondan va dunyoviy tomondan. Dunyoviy tomondan iloji boricha o'zingiz yolg'iz qolmang. 1. Ikkinchisi, yotoqxonaga o'sha kechqurun yotganda hech qachon o'zingiz bilan mobil telefonlarni, umuman olganda kompyuterlarni, internetga bog'langan har qanday narsani yotoqxonaga o'zingiz bilan olib kirmang. Maksimal darajada buni o'sha o'zingizdan uzoqlashtiring. Xo'p, 3. Albatta har qanday holatda o'zingizni nima bilandir chalg'itishni o'rganing. Ya'ni har doim boshqa birorta narsa bilan band bo'lgan inson masturbatsiyaga qaram bo'lib qolishdan o'zini ushlab tura oladi. Diniy tomondan nima? Diniy tomondan o'sha qayta-qayta aytiladigan narsa roza tutish, och yurish. Ya'ni rozani hisobiga och yurgandan keyin o'z-o'zidan insonda ehtiyojli pasayishi bo'ladi. Iymonni kuchaytiruvchi amallar, namoz. Bular ham albatta sizni masturbatsiyadan qutulishingizga sabab bo'ladi. Endi gapni boshiga qaytsak, hurmatli va juda ham mo'tabar bo'lgan doktorlar, urologlar, androloglar. Biz masturbatsiya deb ataydigan bu kasallikka bemorlarni undashimiz, bu narsaga bemorlarni o'rgatishimiz qanchalik to'g'ri deb hisoblaysizlar? Bilmadim. Lekin bilganim shuki, bemorga o'zing bo'shantirib tur. Bo'lmasa zastoy bo'lib ketadi, dimlanib ketadi va hokazo degan gaplar bu bemorni jariga itarish bilan teng. Uni siz ham, men ham yaxshi bilamiz. Erkaklarda urologik muammolar ko'p uchraydi. Bular xoh farzandsizlik bo'lsin, xoh bu narsa o'sha jinsiy zaiflik va boshqa sabablar bo'lsin. Ko'pchilik erkaklar ba'zi holatlarda bu narsani hattoki yechimi borligini ham bilishmaydi. Lekin bizni jamoamiz sizga har qanday urologik muammo bilan eko bo'ladimi bu yoki jinsiy zaiflikning eng og'ir turi, jinsiy aloqadagi eng katta muammolar bo'ladimi? Jinsiy olatni razmerida yoki bo'lmasa jinsiy olatni qalinligida yoki jinsiy olatda o'tkazilgan turli operatsiyadan keyingi travmalarda va jinsiy olatni qiyshayshi va boshqa holatlar bo'lgan taqdirda ham, hatto zamonaviy protez qo'yish kerak bo'lsa ham, sizlarga albatta yordam bera olamiz. Bu muolajalar barchasi biz o'zimiz ishlaydigan klinikada amalga oshiriladi va bu muammolarga biz sizga albatta yechim bera olamiz. Aytgancha, yoshlar faqat o'zini o'ylamasdan ota-onalar haqida ham biroz o'ylashimiz kerak.
Otalarda, yoshi katta odamlarda tunda hojatga o'tish bo'lyapti yoki bo'lmasa siyishda muammolar bo'lyapti. Tez-tez hojatga o'tish bo'lyapti. Bunday muammolarda prostata bezi xavfsiz giperplaziyasi kasalligi kuzatiladi. Bunday holatda ham sizga hech qayeringizni kesmasdan, teshmasdan, tikmasdan tabiiy siydik yo'li orqali rostakasim lazer bilan kirib dardingizni xalos qilamiz. Bizga murojaat qiling va ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Masturbatsiyaga o'rganib qolish natijasida juda ham yomon oqibatlarga olib kelgan holatlarni shaxsan guvohi bo'lganman. Birgina misol aytaman. Bir bemor ayoli menga o'sha ijtimoiy tarmoqdan yozyapti. Ayolini aytishi bo'yicha eri ayoliga bildirgan holat, ya'ni ayoli bilib qolishidan hech qanaqa uyat, nomus his qilmaydi ekanda, ayoliga bildirgan holatda vannaga kirib, masturbatsiya qilib bo'shanib chiqar ekan. Ayoli har qancha eriga yoqishga harakat qilmasin, erining gapi. Men bu narsaga o'rganganman. Sen bilan jinsiy aloqaga kirisha olmayman. Agar yoqmasam, boshqasiga tegib ket. Agar xohlasang, kim bilandir jinsiy aloqa qilib yurishing mumkin. Faqatgina hech kim bilmasin. Menimcha insoniyatda eng tuban, eng tugash davri shu bo'ladi. Masturbatsiyani foyda yoki masturbatsiya baribir qachondir kerak deydigan do'stlar. Quyida biz o'sha masturbatsiyani zararligini isbotlagan bir nechta o'sha ilmiy izlanishlar natijalarini, silkalarini qo'yib ketamiz. Masturbatsiyani zararligini isbotlovchi ilmiy tadqiqotlardan bittasi Ganada 1684 ta talabada, shu masturbatsiya qiluvchi talabalarda psixologik hamda fiziologik tekshiruvlar natijalarida masturbatsiyaga qaram bo'lgan o'sha talabalarda ularni o'qishi nisbatan pastligi, sotsial izolyatsiya borligi, ularni ruhiy holati doimiy muvozanatda bo'lmaganligi isbotlangan. Bundan tashqari 2022-yilda 12271 ta patsiyentda o'sha masturbatsiyaga qaram bo'lib qolgan patsiyentlarda jinsiy aloqaga bo'lgan xohishlarda pastligi isbotlangan. Bundan tashqari Xitoyda o'tkazilgan o'sha Covid vaqtida masturbatsiya va psixologik holatlarni ham o'zaro tekshiruvlar natijasida masturbatsiyaga qaram bo'lib qolgan bemorlarda psixologik holatlari ancha pastligi, ya'ni ularda qandaydir bir hayotda oddiy muammolariga ham bardosh berishi pastligi isbotlangan. Umuman olganda, agar siz masturbatsiyani zararliligiga hali ham ishonch komil qilmagan bo'lsangiz, quyida aytganimdek silkalarni qo'yib qo'yamiz. Bular haqida o'qing. Bu aniq isbotlangan tekshiruvlar. Shunchaki kimdir chiqib turib vala qilib gapirgan gaplar emas. Masturbatsiya qilishni bas qiling. Bu sizni nafaqat buguningiz, balki ertangizni ham yomon ahvolga olib kelishi mumkin bo'lgan eng og'ir bir kasallik desa ham bo'ladi. Ha, aytgancha, video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, video sizga qiziq bo'lgan bo'lsa, unda videoga like bosishni unutmaymiz. Bizga podpiska bosing, bizni kuzating. Siz uchun kerakli, siz uchun foydali bo'lgan ma'lumotlarni uzatib boramiz va agar o'zingizda qandaydir bir fikr, mulohazalaringiz bo'lsa, kommentariyada, izohlarda o'z fikringizni qoldiring. Shu o'rinda aytib o'tish kerak, masturbatsiyaga qaramlilik bo'yicha bu urolog, androlog shug'ullanadigan kasallik emas. Bu psixolog, psixiatr shug'ullanadigan kasallik. Buni nima uchun aytyapman? Iltimos, masturbatsiyaga qaram bo'lib qoldim, davolang deb men oldimga kelmang. Bu narsa meni soham emas, bu psixologik kasallik. Nima uchun men aytyapman? Chunki meni oldimga asoratlari bilan kelishadi. Meni oldimga ayolim bilan aloqa qila olmay qoldim deb keladi. Meni oldimga turmay qoldi deb keladi. Shuning uchun meni oldimga kelmasligingiz uchun bugundan masturbatsiyani tashlang. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.